Balları tamam pişti. Arslan'ın etisi çıktı. Ha? Arslan'ın etisi çıktı. Ya şöyle yaxshi qilib nima deysiz? Şu birleşmedeki mıklamda lekin Ancha ancha ko'rsin öyle. 65 62 70 75 68 98 68 Mani oldin ne çizdin la? 98 98? Ha. Voy, ilgirlash qilib zo'rg'u. Qasmini opto. Tan terbiyeden. Herhalde tenterbiyede o. Men de yaşırak ekan. Men bununchilik chig'imda tenterbiyeden siz 80 dan ish bakmagan. Bunu zaten şu cihet alayligi var ekan. Şu Şadiye meni Arslan sizni doğrab qapti. Kimni doğraptı? Şadiye sizmi? Arslan meni. Ha? Ne bo'ladi ekan? Xil obdan doğraptı bizni. Arslan Akçan ders yaşırak olgan bolsa, umu çokum sizni doğraytdi, ha? Ilg'ashimiz ne? Bu ne qilamiz bunun natijasini? Eski bir obdaroq o'qib qo'ygan bo'lsa, buni bir ichkirdiki to'liq o'tirib maktabga o'rgatsak, qachon o'qisak deb o'ylagan. Uningdek bir yil bag'u o'g'il bo'lgandan kallis o'choq, tirisi cho'qim yetishib oldi. Men bu gap qilay, siz dada bo'lgandan bakrak gap qiling, bir tirsin. Bunda umid bor. Ishkir to'liq o'tirib maktabni bek yaxshi deydi. Meni bek o'qitqim bor Muzaffar buni. Ishkirdik to'liq o'tirib maktabni mening elim obdan biladi yana. Şeyde oxama. Akbar shada o'qidi emasmi? Bu vaqo. Ma'nochilik chiqdi. Osmonga pichoq otadigan yomon kapsiz tu. Shundami? Darsdimi deganda emas, lekin kim ichilib ketdi uni kallasi. Oyaga borgandagi o'g'il biroqli ichilib shunday yaxshidan bo'lib keldi. Şu o'g'il bola emasmi? O'g'il bola deganga gap qilsak anglaydi. Uni ustiga xulqi yumshoq buni unda tug'an bilan. Siz bir chiroyli gap qiling. Ham unda men yana o'zbekman, kichik qolgandek o'g'il gapni anglaydi, lekin siz bekrak gap qilyapsiz. Sen ketib oldi, bek yumshoqmi emas hozir, ha? Al en güzel. Al nereye güzel. Erik. Ne oldu? Şu torban keşiş koyacağım babamdan söyledim. Fkan, tuvalet tipidiğen meydan mama. Bu amiye x binat olsa, bu pes tipeyli itsek maşı koyuvarsa, yok toplamanda koyup durup, manda caran. Balam buldum ha, obdan buldum ha, çıkıldım ha. Bu topmucu ben tepmeden ulan teptim. Uzayga bilip koy. Onu da kulaklayamaz. Enek. Arslan. Ilgar. Nereye çıkın la bulam? Ha mama. Ya bunu. Ne oluyor abla? Ne oluyor? Niye böyle çıkılık durdu? Duydun ama? Ha? Buyurun. Ne iskedi? Muhturdu. Kül olama. Ya. Yok küldü. Sen mi küldün Arslan? Yok küldüm. Kim çakkandı bu ne? Bilmem. Şadiye hocam çıkarttı mı ki? Ha, Şadiye çakka okşaydı o zaman. Yapacağım. Rası. Mutlu. Bunda da Allah'a da hesap koysun. Tamam. Sen müzik atkan tamam?
kitap ko'rayotgan. Ha, men topshiriq yozgandim opa. Davomli topshiriq qilasan. Sen kitobni o'qi. Opa, tişiş bulmak da sen olan bu. Topshiriq qilib ha? Ha, onu bu işle boğattı opa. Hey, to'xtanglar ras. Oldu. Ilg'ar. Aka ishkapni aynikin chiqib o'tganda to'pni o'zi yolg'iz debganmidi? Ishkani bilib o'ynaganmi? O opa şu yıl kalktı akamga top topmayli. Bulmuş bulmadı desem akamın için bana apamı dep koymuşsan buldu dep çıkıyor. Shu kun so'rasam ko'yamidiq, bilmidiq deysan ha? Yok. Apa koşamam ben. Yarim soat qichqirib bo'la. Ama bu. Mushunga beradigan bu arslan. Yakında faqat ders qismlardan oldu ama. Allah. Hey Arslan. Bekle. Neyman bak bekle. Ha. Ne bulduk? Şu akşamdan çıkan sanatraya görkemiz birlikte. Saldırıya gel. Öykü sanatörüsü gibi ya. Yok. Yaşağala sanatraya. Yeşim çoğup kaldırasın. Hey! Sen sanatoriye yardımcım edeyim hey. Ma intihamda numarını bir çoğrak, cıkrak ilip. Ma apa oğlum bana bir yardımcı ne? Tuta balam, canım balam. Neticeni çıkıp ko'rib bakay. Oldan köre. Tas iniq ko'rmayapsiz, ko'zaragim beraymi ha? Nima shu? Selam. Hata pislik kaldım iki deymiz. Nima? Xato biz qilibdi? Ha, ma intihom numarim xato biz qilibdimi? Ha, asla 65 digini 56. 74 digini 47 ekanda. Voy yok. Onu yatırıyor neticem. Neticemiz ko. Ama işte yaxshi natija degan bo'ladi bolam. Ya yaxshi balam, yaxshi. Benim bo'lsa 98dan birisi bor. Ha, 98 debdi, yaxshi yaras. Ha, buni ma kalistaz ishlamagan bilan, ma putqol bek ishlaydi ko'z yugurdiganga. O şu imtihan vaxtida ciddileşibdiniz onu. Bo'lmasa, alamet izi tutdi. Bo'ldi. 90 numara altına canım balam. Altı fanning hammasidan asta jiddiylashib turgan gapmi? Sen jiddiylashmaydigan imtihon bormi? Ben işte ben de öyle. Oğlumla avlan çıkışım mükemmel. Ma gapni? Hey. Tuzuk gap qila o'g'lim ha. Muallim degan o'quvchilar qerishmaydi. Otamdan çıkışamadık o adam. Yalnız malum ki. Nima deysan? Odam bilan chiqishamaydigan odam bilan emas, ma'lum bo'lamdikan ha? Ha, ey! Ma ma'lum bilan men chiqishib o'tirayotgani necha yil bo'ldi ma uyda? Qara, ma matematika degan odatki fan emas. Eng muhim fanning birisi. Bu matematikada 60 og'ning nimasi deyman? 60? Ve bu 61 bunu karan 61. Oo. Dedim mi buna hata bir sıkıntı da. Ras xato bo'lib qolibdi. Bir numaradan tutib olmasin men. Sen o'qish sal ig'irgina tutib olaman hozir, ha? Nima qilamiz bilan? O'qish ig'ir kelgan bo'lsa, seni 1 yillik past kuchsizdandiq ya. Orada da onda kımadı da ya. Unda qilmay azroq tirishib qo'ygan. Yana da hadisa ma'lumlarga döngep qo'ydi ekansan. Bu yotoq o'yinga qachonlar kirsam ya telefon o'ynayotgan, ya bo'lmasa uxlayotgan. Bir haqiqatim sizdan bir topshiriq yozayotganingni ya kitob ko'rayotganingni ko'rmadim. O şu tırışvatım ben ko. Mushuma seni tirishib. Sening tirishqiningni men ko'ryapman. Chechingni tarsang, kiyimni kiysang, yasansang shu sening tirishqining olamda. Unda qilmay tirishib qo'yinglar, jinim bilan tirishib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Afkam qanday ahvoling, yaxshimi? Yaxshi. Hozir kelamsa? Ba, biz ba. Kela.
Bo'ldi. Ma'qul ukam. Saqlayman-sa. Mana qildi. Bo'ldimi? Seniki ma imtihonning ishlarini kerak deyishili. Achangdan biz bordiga yeringa berib. İşlerini tutib kelaman. Boshqa bolalar bormi? Bog' o'xshaydi jumush qilib. Bog' o'xshaydi. Yo shu men aniki ocham fukam aniki qolgan bolalar bor. Maktabdagi. Bekkash qamoqlar. İşte kelib kiralar. Ma o'yin tip kelishib bildigansa? Voy bildim. Menga undasa. Yo'ldan ketib menga diqqat qilmanglar, ha? Bekkash qamoqlar Arslan. Undasa kerak men. Qanday qilamiz buni? Kim dedi men deyman? Kim o? Ekber. Ha, keladigan. Bo'lmasa Akbarjon kasada bir tuzukroq beshkiz gap qilib qo'ysin, bak cho'ng ko'rdi u aksini. Biz keldik. Voy. Voy degan shunda. Voy. Salom kelibdi. Assalomu Ota yo'qlab kelsam yo'q qoladi ketinglar. Shu ocham bilan yashanganlar samolyotga yordamlashib Nima ish qilalar? yotoqni tozalashibdi. Santuriyadagilarmi yotqin tozildinglar? Ha. Sen bordan. Ha. Sen tozildan. Ha. Sen sanatoriyadagilarning yotqin tozilgan bilan ma uzanning yotoqini tozalamaysan, ha? Uni apam tozalab turdi. Aka? Ha. Au, pastki mashina sizningmi? Jep turib o'z mashinangni. Bo'lamdi-ku. Ha. Edib chiqamsa. Çoğalanda Xudoyim bilsin. Men sizdek mashina bilan ilib haydimsan. Ras? Ras? Turishib o'qisang bo'ldi, sen mashina bir malamat beray. Rasma? Ras. Birdan olmasın, malamat turgan bu mashina. Beray. Qani? Mushuma? Buyurtamsan? Yo'q, to'xta. Chiqqanlar mashinasi mashinamdan keyinda. Ha, chiqaver. Bakın. Voy tog'a, qachon kelding? Yaxshimi? Xudo kaptishma. Yaxshimi? Assalomu alaykum, yaxshimi? Sog'chi. Ha, tishma. Voy bu tog'a uykansizmi? Ish kufkonda man qaraydigan cho'lsin yo'q, pastga yugurib ketdi. Soatlarni aqlishib ketdi. Ular soatdan kim olmadi? Yo'q. Tog'a. Cep yo'qshiman, bu kitobni olmoqchi edim, qara. Cep yo'qshisi yo'qshiydi bu tog'a. Shamit naba. Bo'lam. Assalomu alaykum zafatda. Alaykum assalom bo'lam. Yaxshimisizmi? Yaxshi. O bo'g'ingiz o'sib ketdimi sizdan? Ha, kiring. Kiring. Dada, biz bu to'liq 3-yilga chiqay deb qoldik. Ha, bultu to'liq ketdingiz rasa? Bugun sanatoriyaga Qaysar bilan birga borganda, menga u yerdan qaytib kelgach, oliy maktabda o'qib parangiz qoldik. Undan Qaysardan sizdan masala so'raydigan gap bo'lgan to'xshimosh qilib boshlab keldim. Yaxshi qilibsiz. Ondan sizlar parangizni opam yerdan Rahmat, ishimizni qilaveramiz. Qaysar o'tiringlar. Rahmat tog'a. Ha, yaxshi bo'lasiz. Ha, o'yinlar yaxshi turibdi? Yaxshi turibdi-da. Apolos cho'qal yaxshi qoldimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Ha, nima bo'lsa. Ha, qara, og'acha turaman. Choy damidingmi? Aka bu hukumat. Qaysar. Ha, Qaysarjon. Assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom. Nasıljon? Obdan Xudomi, salomatmi? Yaxshi. Kiring. Assalomu alaykum. Yaxshimi? O'tiraman. Yo'q. Obdan Xudomi. Abdu deb bak o'zi yo'qqa ketib kelsin. Yurishtirmaymiz bu o'tirgan ekan. Shu menimda sirti chiqmagandan ko'pincha elektrikchilik ishlari bilan. Ha, yaxshi bo'pti. Ha, oldin kuni sizlar bola chiqib so'radim rost. So'sam sizlar ish kerak dedimi, chet ellik dedimi bir mallog'ini ketdi degandek bir gapni qildi. Har ish kelyak berib. Jahonda tirikchilik qilishdi. Jahon ko'rayapsizlarmi? Qo'lim qo'shim degan urug' tuqqandan a'lo degan gap bor. Hatto didorlashib turlar. Da. Og'ir o'tirdi. Qo'l suv aklaymi? Ey, hozir qo'lim jupla chiqishi. Ha, bu yigitlar. Ha, tanishtirib qo'y. Bu mening inam. Ha. Akbar. Qizimning saboqdoshi. Bir azroq bir maslahati bor ekan, shuni so'rab kirib kelman. Ha, bu gapni bilyaptimi nima? Ya. Ha, deyishib olamsan bu. Ha, bolam, gapimiz davron hammamiz o'z odamlar.
Shu muza. Voy, Qanday bo'lar? yaxshi qildi ahvolingiz. Ahvolingiz yaxshi. Aql bu aql. Ha, qara. E'lon qil. E'lon. E'lon qil. Ha, come on. Bolu koy dedim o ya. Hozir yaqin. Choy ichgach o'tiraman. Qara. Birjan, yura. Aka oğlum. Rahmat. Hatta apaslar yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi bo'lib qoldi sani apa. Jiltim. Ha? Ha? Yura bola, choy yura. Ash qildi sani. Voy, rahmat o'zlari. Hozir o'tiraman. Alo. Qara. Sizlar palov yapıyorsun. Shu muzaffarda da H5-ligicha oliy maktabga imtihon bergan vaqtimiz kelib qoldik. Boşuna alqılık vaqtında bolam. Mush fursatdan foydalanib, burunqidan bekar tirishib yurgan inson bo'lmaydi. Lekin oilamizning sharoitini siz bilasiz, degandek yaxshi emas. Bu ishlardan bekma qilmayman. Avval siz oliy maktab bir o'tma bolam. Yana shu chaqda, yana biz bor. Ha? Shunda. To'liqsini o'qiyotgan chig'imda to'liqni ishkirda o'qamanmiki deb orzu qilatdim. Lekin bormadim. Nahayt to'g'ri qilibsiz bolam. Bola vaqtida ota-ona yanida o'qigani yaxshi. Nima qildim deyadi jonliq shunaqa. Mishad o'xshash o'qil bo'ladi emasmi? Nada o'qiydi. Siz hozir nima gap qilyapsizlar? Ma hozir burungi davr emas, ma davr almashdi. Hozir hamma odam ilm, fanga, bilimga muhtoj vaqt ma bu. Endi bilim degandan nada bo'lsa kerak bo'lganini biz bilamiz. Ammo lekin qaranglar, bu ota-ona hamda ichkirga berib o'quvchi mishad o'qisimi o'xshash ana shu bilimda. Ma qaranglar. Mening kichik qizim. Men bu to'liq o'tirini ichkirda o'qiydim deb tizimni topdi emasmi? Shundami? Shunda. Shuni qo'yadi. Bormaysiz dedim men, o'qimaysiz dedim u yerda. Ma gap bo'lmay qopti. O bana o'qitmay nima qilasizlar? Adash, ashad o'qisa oyog'icha 1 minut pulni xajlab keladi. Voy shu oliy maktabda o'qib keldi deysakmi, yana shu o'shiq tep keladi, aram bir diplom kanga. Misha kelib xizmatga chiqarim deb undan bir mincha avar bo'ladi ekan, qaranglar. Yani shu xizmatga chiqsimi, pul topadi shu pul. O deganligim o to'g'ri adash, lekin hozir bizning jamiyatimiz bilimli, safoli odamlarga muhtoj. Bu deganinglarmi to'g'ri adash. Ammo lekincha men endi bolam uyaga evet men do'kondan bishni echib berib, lekin shunaqa pul topadi deb yo'lg'isib qo'yma deyman buni. Shundami? Shunda bo'lmabdi-ki. Qiz bola deganingni jiq o'qiyvas, bo'lmaydi deyman. Bola oldin zerikibsiz adash. Chaqchaqa bak usti jumasizlar. Unda adash bayatamadı to'q. Hozirgi zamon burungi zamonga o'xshamaydi. Hozir butun mayli davlat miqyosida olsin, hammamiz bilim olmasak, bilimga intilmasak, safoyimizni yuqori ko'tarmasak bo'lmaydi. Buning uchun cho'qim bilim bilish kerak. Mana qaysarni paysoq, buni o'qish shunchalik yaxshi. O'zimni ayt obdan bir bola. Shundami? Shunda. Lekin Muzaffarda da uyning eg'rini kishilarning hammasi o'zimning zimmasiga otilib qoldi ekan. Shunlashqa men to'liqni o'qib bo'lgandan keyin oliy maktabda o'qimaymiki deyapman. Hay. Men gapni qilmang bolam. Siz avval oliy maktabga o'ting. O'tgandan keyin men boyama dedim-ku, yana biz bor. Shu jamiyat yana sizni qo'llaydigan, sizga yordam beradigan yaxshi niyatli odamlar emas, nayt ko'p. Meni o'qig'is yo'q demsiz Muzaffarda da. Lekin oliy maktabda o'qish ishtiyoqim o'tdek bor. Oilamizni o'ylab qo'ymsam bo'lmaydi-da. Shunga o'qimaymikin deyapman. Akam, bu ishim o'tib ketdi. Akam dedi bu, hamma yaxshi bo'lib ketdi. Sizlarga men yordam qilib kelyapsizlar. Agar sizlar men yordam qilmagan bo'lsanglar, manda bo'lsa, ala. Oliy maktabga o'tish ishonchingiz bormi? Bor. O'tgandan keyin yaxshi o'qishga ishonchingiz bormi? Ha, bor. Adash, endi hozir hukumat bu bolalarning o'qish rasxodini ko'taryapti emasmi? Endi mana shu bolamizninki oliy maktabda tutkizuvchi bo'lgan barliq chiqimini Xudoyimiz o'z ustiga oladi.
Adamlar kulağına. Mana? Magi pun rasma ya. Rasul mantiki. Mada kıldı. Hujjatli silezingni men bir qo'l qo'yib beraymi? Bilal baba. Magi pun joyda rahmat adaş. To'liq o'tirni bitirib bo'lgandan keyin oliy maktabda iqtisod kasbini o'qib, kelgusida bir dangli korxonchi bo'laymikin deb orzu qilardim. Yaraysiz balam. Mush irodingiz bo'lsa, cho'qim bu ishingiz ishga oshadi. To'g'ri. Endi adash men endi balamni o'qitmayman deb qo'ydim emasmi? Voy. Telefon saraydi ya. Voy. Telefon ne ya? Voy. Ha, assalomu alaykum qizlar. Ha? Voy. Ha, voy, uytabsizmi? Ha, yaxshi o'tdi bolam, yaxshi o'tdi. O'qidim bolam. Internetdan o'tgan to'sangiz o'qitmam teki. Ha. Ay. İçkiri emas, oliy maktabni bitkizguncha hatto chet ellarga nega o'qisangiz shu yerda o'qidim bolam. Xotirjam bo'ling bolam. Ya gipimni yana olmayman. Ha, bolam, o'lchi qashtirma, sal turib chiqimchimi? Ha, ma'qul qo'yish bolam. Kızım Osman'da. Güzel öteptim ha. İçkiriga etatdilar. Bombaptı, mar bombaptı. 18 yaş qilganligini ko'rmaysan. Va shundan deb qo'ydi qadash buni. Anda imtihonni o'tamay qaz qahman olib sat olmasin dedim ya. Abi biz taşsana boş, kumsana aysıl dersin ha. Ben yengeyim yetkeni kulak niye geldi? Ma bizningki akam o'g'lining xatni to'yib qoppa. Oy, yaxshi yaptı bu. Ha, shuning bilan endi bag'aq yozdiradigan ish asab bir sahibi yozdiramiz deb qildim chiroyli qilmascha. Ay to'tong'a. Mening bu yer yozuvchi bir og'inam bor. Xat degani shunda ilib tortib pushqachilab yozadi ham bo'lsa. Buni yudeli oldim ishni. Men egadi. Silk ishilib jumoda shana kelib. Rahmat. Benim şu başka işim yok. Otta var şu kitap yüzü. Bas yaşlımsın ha. O'shani u yardım qiladi kelib jigani. Beni yazan dedim yarar mısın ya? Alloh rahmat yaraydi. Demek balam, Emrecan. Katta işkilenmem. Çokum yak çokum. Ha? Qatti. Men hozir xo'shalliqimda nima deyishim bilmayapman. Ne dişin bilemem mi? Anadan. Çıngırak vakırıp durup. Saniye apa, polo pişti mi? Ben. Ha? Thank you.